Yurtimizda festival. Yana qanaqa festival? Askach va qiziqchilar festival bo'lyapti. Nega gullar festivali bo'ladi? Nega bu o'yinchilar yo'masa liboslar festivali bo'ladi yo bir nima deydi? Baxshilar festivali bor. Ana bizda ham festivalimiz bor. Hozir butun O'zbekiston bo'ylab boshladik safarni. Nasib bo'lsa Andijonga bordik. Zo'r. Farg'ona ajoyib. Namangan juda ham ajoyib bo'ldi. Xalq shunaqa xursand. Endi qiziqchi ijodkorlar o'zi ham xursand. Chunki mana askarchilar vodiyda, qiziqchi Toshkentda yana misol bu yoqda tarqalib yurishardi. Hozir bular birga bo'lyapti, jam bo'lyapti bular. Tomosha tayyor. Tomoshabin bugun Toshkentda mana xudo xolasa. Keyingi lokatsiya menimcha shu Qoraqalpoqqa tashlab bersa, o'shadan burada hammasini tugatib kelsak, Toshkentga kirib kelsak yaxshi bo'ladi. Hamma birgalikda ijodkorlar, askar qiziqchilar birga yuribmiz mana. Hamma suhbat bo'ladi. Ilgari ko'rib assalomu alaykum deb nima qilmasdik, hozir aka-uka bo'lib, safarlarda birga yurib, birga dasturxonda taomlanib, zo'r-ku bu. Festival mana shu tomonlar juda ham yaxshi ekan. Mana bizni askarcha qiziqchilar festivali boshlandi. Endi menimcha bu festival tugatmasa kerak buni. Orqasi to'xtamasa kerak. Yaxshida o'zimizga ham yangi ijodlar, yangi nimalar ochilyapti. Undan askarchilar buni olasiz, ular nimani oladi? Qo'yingki, gullab yashnayapti. Yana qiziqchi askarchilik san'ati rivojlansa rivojlanadi, lekin orqaga qarab ketish yo'q. Nasib bo'lsa, xalqimiz yuzidan kulbu, xalqimiz kulishni biladi, kulish ularga yarashadi. Baralla maza qilib kulaversin, qahqa qotib kulsin. Shuncha davomli bo'lsin, shuncha askarchi qiziqchilar ularga doim shu xizmatda charchamasin. Toshkentda o'tkazib olaylik. Yana aytib beramiz.